Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Nexia 3 mashinasi 2022-yil 75 ming km masofani bosib o'tgan 4-piyasa avtomat korobkasi bo'ladi akalar. Mashina holati zo'r holat turibdi. Kobalt diska to'rtta yangi archa balolar qo'yilgan. Salon qismidan akalar ko'rib chiqsam, salonlar ham zo'r ideal holat turibdi. Zavodskiy zinyo holatlar ham urinib ketmagan, ko'rli solingan. Pakelini propan gaz balolargacha ham ustanovka qilingan. Motor korobka ходовой qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsa akalar, mana shu orqa karnizda bir qarash, ili narigi tomon karniz polni kraska. Xo'p, qolgan joylar top-toza. O'zi aslida karniz uncha kraska hisoblanmaydi. Mashina holati ideal holat turibdi. Даже kuzlardan ham qilingan shilingan joylar ham yo'q. Narxini okalasizlar maza qilib mashina uchun $9750 bu xolan $9750 ga 2022-yil 75 ming km masofani bosib o'tgan minishga tayyor 4-piyasa avtomat korobka Nexia 3 mashinasi. Egalar nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilib barak qilishingiz mumkin akalar.